Yoshligimda men polvon bo'laman deb orzu qilgandim. O'rtada opog'im o'ynayib turgandi, o'shanda men tomosha qilib o'tirgan, o'shanga intilganman polvon bo'lishga. Men Musajonov Lochinbek, yoshim 12 da. Gapirishgan shuning uchun men ham opog'imga o'xshab Lochin polvon bo'lib odamlarning xayolida qolish istayman. Birinchi mashinani hozir opog'im ko'targan, oldi. Birinchi o'sha mashinalarni shunday yelkasiga ko'taradi-da. Zakonni bo'ladi. Yangi ifodasi bor. Oldin birinchi o'sha grupam va ular boshliq bo'lgan guruhlar. Ular o'tgandan keyin tog'a ham guruhimizga boshqosh bo'lyapti. Bor bitta tayin. Dori hozir jicha bu tomondan bosish kerak. Bo'ldi. Bo'ldi. Baqa keyin bo'ladi, mayli, baqa keyin. Hop. Bu dadam boks o'yinlari bilan tomosha ko'rsatyapti. Biz o'sha 2-3 yil oldin masxara ovozimiz Dorteda o'ynab turganimizda masxara ovozimiz ketib qo'ygan. O'shandan keyin dadam bilan Nosir tog'a aytishganki, masxara ovozimiz yo'q, boshqa davlatdan olib kelgani mablag' yetarli emas. O'shaning uchun hozircha sen masxara ovoz bo'lib turasan. Lochinbek, masxara ovozining vaqti bo'ldi, davay. Baqa kelgan masxara ovoziga o'rtar. Akaymi bu? Sana qaramas. Hey! Lekin bu o'sha masxara ovozli menga yoqmaydi. Faqat polvon bo'lmoqchiman endi. O'yin tugagandan keyin bir-ikkita bolalar yoki o'sha odamlar tomoshabinlar kelib turib, "Ha, masxara ovoz qalaysiz?" Nima bu? Masxara ovoz. Hey! Yoki "Ha, masxara ovoz qalaysan?" deb katta ishlar shunari ketadi. Lekin u menga yoqmaydi. Opog'imda ham baribir masxara ovoz deyishmagan. Ha, Musa polvon deb gapirishgan shu. Yoshing necha yoshda? 16. Yelkaga, ha? Hop, yuqoriga narisini. Ha, narigisini ham yelkaga, narigisini ham. Ha, yuqoriga. Hay. Ay, barakalloh. Ay, sekin pastga qo'y. Ko'tarib ko'rgan toshing og'irmi? Butun dunyoga tanitib, o'sha polvonlikda hamma opog'im izidan ketib turganimni bildirish hammaga. O'sha mashina ko'tarishda opog'im
chiqargan. Men ham o'sha opoqimga o'xshab xalqni ko'nglini olib, o'sha xalqqa xursandchiligiga yana ham biralik xursandchilik ulashishni istayman. Anchagina o'sha shug'ullanib, keyin bir o'qimagan ishlarni, turklarni qilishim kerak. Moshalarda birortasi taxta, ustidan ko'rpacha, temir qo'yib o'tkazdirsa, qo'limdan mashinani hech narsa qo'ymasdan shu bostirib o'tkazishga harakat qilaman. Shu tomoshani o'rganishga. Amakim Ibrohim amakim mashina bilan shug'ullanadim. Va men o'sha amakimdan maslahatlar so'rab turaman. Sochlaring dariqa. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisan? Halaysan, keldingmi? Yaxshi. Opoqimdan qolgan hali mashina ko'tarish o'yinlarini ham qilyapsizmi? Mashina ko'tarishlarni ham sekin-sekin ancha yillar davomida mashq qilib chiqarganmiz. Endi mayli, senga hozir mana shu mashinani ko'tarib beraman. Yar! Seni! Hey! Ay! Ko'tarildimi? Ha, yaxshi. Ikkaladan uzildimi endi? Uzildi. Bu mashqlar juda ham qiyin mashqlar. Bu mashina ko'tarishlarni. Hop, men ham mashinani qo'ldan o'tkazmoqchiman. Shuning uchun qanday shug'ullanish kerak, nima qilishim kerak, baquvvat bo'lish uchun. Harakat qilsang bo'ladi. Harakat qilish kerak. Biz zotimizda hammasi polvon. Polvonmi? Faqat polvonlikni qilish kerak. Keyin o'shani nimasida hamma ko'zlangan niyatlarga yetishsa bo'ladi. Eshitishim bo'yicha masxaravozlik ham qilyapsan ekan. Bugundan boshlab masxaravozlik qilma. Faqat o'zingni ustingda o'sha bobong yetishgan marralarga. Ya Allah. Ya. Ya. Hey. Nimaga bu odamlarga yoqyapti-yu hozir? Masxaravozligingiz. Hali shunday yangi o'yinlar chiqaraman, u masxaravozlikdan ham ko'proq ma'qul bo'ladi odamlarga yangi o'yinlarim. Keyin masxaravozlik qilishim kerak bo'lsa o'zi aslida. To'g'ri-yu, masxaravozlikni biz endi tashqaridan olib kelgani hozir bizda mablag' yo'q, yetishmaydi. Ya, siz u mablag'ni o'ylamang ortiqcha. Men hozir Lochimbek qo'ldan o'tkazishdi, men sizga ha demayman. Katta odamlar ishi. Ishonmayman men. İşimiz yaxshi-yu. İşimiz yaxshi-yu. Ja boy bo'lib ketayotganimiz ham yo'q-da. Bugunmi? Lochimbek,
yaxshi mashg'ulotlik qiladi. Asosiy o'yinchimiz. Stakan qilib, mahkam siqib, panjada. To'g'ri. Dada, o tosh ko'taryapman, hali mashinani ham qo'ldan o'tkazmoqchiman. O'tkazsam bo'laveradimi? To'g'ri kelmaydi, ham mumkin ham bas yosh bolaga. Suyaklari sindirib olish opasniy o'yin, xavfli o'yin. Ya qo'lni qatirish uchun mashinaga ko'proq mashq qilsam bo'ladimi? Ko'proq mashq qilsang ham hali seni hozir qo'lingni sindirib tashlaydi. U aslo mumkin emas u. Hech bo'lmasa o'sha mashinani o'tkazmasam ham ko'rsating, qanday o'tkazishimni. Bir ko'rsatib beraman. Yo, tez haydab borsa, mana suyaging mana yotgan narsamda turib qolsa, mana tikka bo'ladi mana suyaging. To'g'rimi? Tikka bo'ladi. O'shanda balonni ezib olsa, mayda-mayda qilib yuboradi amaliyotda. Mahkam o'tib turganda qatirish kerak qo'lni. Qatirish kerak. Ha, mush holatda. Yotganingda mana bunday bo'ladi. Shunday bo'ladi, ko'rdingmi? Turpat ishlaymiz. Men kuchli polvon bo'lib, o'sha qo'limdan mashinani o'tkazganimda uni Nosir tog'a ham bilib Siz betga dam olgani kelganingiz yo'q. Katta polvon, shu opoqimlarga o'xshagan polvon bo'lay. Bundan ham yaxshiroq qilishingiz mumkin. Hali tomoshabinlar o'rtada o'tkazib turganimda, tomoshabinlar hali qo'rqib tomosha qilishadi. Yosh bo'lib turib qo'lidan mashinani o'tkaziryapti degan xayol boradi, qo'rqishadi. Undan ham hali o'zimizni grupamizni sal nimasi haligi hurmati yana ham oshadi. Odamlar keyin bizni gapirib yurishadi. Gap masxara osti qolaysiz deydi. Men ularga qo'limdan mashina o'tishini isbotlamoqchiman. Muskullarim qattisanchi tez-tez, qattisanchi. Hali yana ishlash kerak, qani?
yo'lgina bu ancha yumshoq. Mumkin emas hali bu. Ko'proq mashq qilsam keyin bo'laveradi. Qo'lni qatirsam. Nozik hali yoshsan sen. O'zingni qo'ling sinishi mumkin. Biraz shikastlanishi mumkin. Yaxshi, ammo ancha qatib qolibdi mushaklaring. Lekin yana ko'p mashq qilgin. Mashqni to'xtatmagin. Endi buni yaxshi. Mashqni, trenirovkani to'xtatmaslik kerak. Ana keyin o'tkazsa bo'ladi. Ha, ana. Endi bo'lsa. Mustafanikidan ham o'tkazaveramiz. Ha, Mustafa. Qattiqmi ekan sizniki bo'lsa? Yumshoq. Jamunda qilsangiz. Yerga qarab. Qarasam. Soch ostidan. Ana 8 ta uzoqa. Qo'lda ko'proq bo'lamiz. Shotki yana bitta. 7 minutga bo'lsa, shotki bo'ladi. Bas. Qatirib ko'rchi. Zo'r. Yaxshi. Yomon emas. Boboyniki. Dadamiz og'irligi 165 kilo bo'lgan. Juda baquvvat inson bo'lgan, mana shalvarlari. Bismillahirrohmanirrohim. Ancha katta o'yin. Rementni ko'ryapsanmi? Kattaligini. Endi ertaga Xudo xolasa mana tosh ko'targani, shu mashina o'tkazgani katta davraga chiqyapsan. O'zingga rosa ishonyapsanmi? Bir qanday his qilyapsan? Birinchi marta o'tkazib turganim uchun. Seni ko'rib ancha xursand bo'lgan bo'lardi. Ay yaxshi. O'sha betlarni nima qilamiz-da? Xudo xolasa rahmat mana o'tib ketdi bobongga. Lochinbek, agar qo'lingiz mashina o'tkazib turganda qo'lingiz sinib qolsa, yana 1-2 yil masxarabozlik qilasiz-da baribir. Yo'q, Xudo xolasa sog'-salomat qo'ldan mashina o'tkazib olamiz, keyin o'tkazib olganimdan keyin shu bilan masxarabozlikdan qutulaman, masxarabozlik qilmayman shu bilan. Endigi navbat tomoshabinlar
zabardast polvonimiz, yosh yigitimiz, Rishtonlik O'zbekistonda zabardast bo'lgan Pahlavon Musa polvonning nabirasi Polvonzoda yigitimiz sizlar uchun Lochinbek tomosha ko'rsatyapsizlar. Mashinani ustidan bostirib o'tkaziladi, ammo lekin birinchi marta. Katta davrada polvonimiz mashinani xavfli o'yinda birinchi marta bostirib o'tkaziladi. Qo'yasizlar. Xalqda olqishni eshitib, katta polvon, shu opoqimlarga o'xshagan polvon bo'lay. Xudo o'zing yetkazgin o'sha kunlarga ilohim. Robbil alamin. Allohu akbar. O'rtada turing. O'yingizni ko'rib, Makam bo'lgan Alloh kuch-quvvat bersin. Tayyormi? Tayyor. Bas Lochin, bosib ketdi. Qarsi! Hey! Ya qarsi bormi? Roman. Hop, barakalloh. Ayyeshi. Azizlar, sizlar uchun tomosha ko'rsatdi. Mana shu guruhda zabardast polvonchasi Lochinbek o'ynadi azizlar. O'yinlari yoqqan bo'lsa, bitta chiroyli qarshi chalib kuzatib qo'yamiz. Maqsadingiz yo'lda qaytmang. Xudo kuch-quvvat bersin. O'tkazdingiz-ku, endi baribir yana 1 yil masxarabozlik qilib berasiz. O'rningizga odam bo'lguncha. Yo, rahmat. Ha, yordamlash ko'raman. Topish ko'raman masxara. Qimillama. Polvonlikka qiziqib, o'sha polvon bo'lganman. Tima. Ne oldu? Ben de yapalım. Oh, ana zor. Masxara bo'lasizmi endi? Kel.